الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Bugungi uchrashuvimizni, seminarimizni xayrli, barakotli, manfaatli qilgaysan. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad bi rahmatika ya Rabb. Hurmatli ustozlar, ruxsatingiz bilan Islom giyohvandlikka qarshi nomli ma'rifiy seminarimizni boshlaymiz. Seminarimizni ochib berish uchun ilk so'zni Toshkent shahar bosh imom xatibi ustozimiz Abduqahhor domla Yunusovga bersak. Marhamat ustoz. Seminarning mavzusi Islom giyohvandlikka qarshi. Nafaqat giyohvandlikka qarshi, balki barcha nopok narsalardan dinimiz, shariat ta'limoti to'laligicha qaytaradi bizni. Har qanday holat, har qanday sharoitda. Dunyo miqyosida har yili 300 millionga yaqin inson 15 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan davr ichida 40 millionga yaqin odam giyohvandlik kasalliklari tufayli jiddiy zarar ko'rmoqda. Giyohvandlik va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish oqibatida har yili dunyoda 3 milliondan ortiq inson hayotdan ko'z yumadi. Hech kim bu holatdan 100% men omonman deb ayta olmaydi. Chunki o'sib kelayotgan yosh har daqiqa, har lahza bizni yonimizda emas. Uni atrofidagi do'sti va hamkasblari bunga mana shunday yomon ahvolga tushib qolishga ham sabab bo'lishi mumkin bo'lar ekan. Barchalarimizdan xabarimiz bor. Hurmatli prezidentimizni asr vabosi deb atalgan giyohvandlikka qarshi kurashish borasida alohida juda katta bir qonunni imzoladilar. Shu ma'noda bugungi o'tkazilayotgan tadbir ham mana shu qonunni qanchalik ahamiyatli ekanligini qo'llab-quvvatlash maqsadida ham bugun Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan barcha imom xatiblarimiz, imom noiblarimiz hamda ota-onalarimiizga mana shu giyohvandlikni oqibati juda ham ayanchli ekanligini yana bir bor eslatildi. Bugun mana Toshkent shahar vakilligi tomonidan islom giyohvandlikka qarshi mavzusida seminar tashkil etildi. Notiqlarimiz mana shu giyohvandlik moddasini nechog'lik zararlari va yoshlarimiz xalqimizga, qolaversa ularni odobiga, diyonatiga, aqliga, aqidasiga, nasl nasablariga bo'ladigan ta'sirlari haqida yana bir bor gapirib o'tishdi. Bugun bu joyda ko'tarilgan masalalar nihoyatda muhimki, ayniqsa yoshlarimizni ma'naviyatini ko'tarishlikda. Ularni hozirgi kundagi mana bu telefon, kompyuter qulligidan ozod qilishlikka va ularni evaziga esa ularni kitobxon bo'lishligi, ma'rifatparvar bo'lishligi, ajdodlar merosidan unumli foydalanishlik uchun nimalarga e'tibor qaratishlikka muhim masalalar bugun ko'tarildi. Mana bu seminarni tashkil etilgan mana Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor hoji domla va u kishini atrofidagi insonlarga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramizki, chunki bu o'rinda bularni olib borayotgan ishlari tahsinga sazovor inshaalloh.